Dubayda uy-joylar muzqaymoqdek sotilmoqda o'rtoqlar. Mana shuncha odamni ko'ryapsizlarmi? Bularning hammasi Dubayda qurilayotgan yangi ko'chmas mulk loyihalaridan tanishish uchun o'z mijozlariga ma'lumot berayotgan brokerlar, shuningdek mijozlar bu yerga tashrif buyurishgan. Hozir aynan mana shu yerda qurilayotgan yirik loyihalardan biri haqida quruvchi kompaniyani vakilidan batafsil ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Abdurahmon aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom aka, o'zingizmisiz? Rahmat aka. Aynan bugungi tadbir haqida ma'lumot bersangiz, nima uchun bunchalik odam yig'ilgan? Chunki boshqa davlat, boshqa joylarda ko'chmas mulk loyihalari ustida bunaqangi katta odamni, olomonni topish juda ham qiyin. Ma'lumot bersangiz aka. Xo'p, bugungi tadbirimiz yoz mavsumi uchun maxsus tadbir uyushtirilmoqda va bu tadbirimizda shu vaqtgacha bu kompaniyani tarixida bo'lmagan shaklda juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan. Xo'sh, kompaniya haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, ya'ni aynan nimasi bilan ushbu kompaniya ayni paytda Dubayda ajralib turibdi? Ya'ni sizni ishlayotgan ushbu kompaniyaning nomi Azizi, to'g'rimi? Albatta. Xo'p, bizning kompaniyamiz hozirda Dubaydagi eng yirik 3 ta kompaniyadan bittasi. Birinchi o'rinda Emar bo'ladigan bo'lsa, massiv uylarni qurish bo'yicha massiv ko'lamga ega bo'lgan. Undan keyin Damak kompaniyasi, undan keyin Azizi. 2017-yildan beri faoliyat ko'rsatmoqdamiz. Xo'sh, yaxshi, ajoyib. Aynan 2026-yildagi ko'rsatkichlarga ko'ra Azizini sotuv hajmi va boshqa jihatlarini keltirib bera olasizmi? Albatta. 2026-yil biz uchun juda ham muvaffaqiyatli kelgan. Birinchi kvartal va ikkinchi kvartalda sotuv raqamlari bo'yicha biz ikkala kvartalda ham birinchi o'rinda bo'ldik. Birinchi o'rinda-ya? Aniq, hazillashmayapsizmi? Aniq, birinchi o'rinda bo'lganmiz. Dubayda ayni paytda nechta quruvchi kompaniya bor? Hozirda registratsiyadan o'tgan 480 dan oshiq kompaniya bor. 480 ta quruvchi kompaniyaning orasida Azizi Dubayda birinchi o'rinda turibdi 26-yilda. Albatta, 26-yilning boshidan bugunga qadar birinchi o'rinda turibmiz. Juda ham ajoyib. Xo'sh, aynan birinchi o'rinda turganligingizni sababi, berayotgan takliflaringiz va loyihalaringiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, men hozir ko'ryapman, mana bu juda ham katta loyiha. Ushbu loyiha haqida ma'lumot bersangiz. Albatta, bu loyihamiz Azizi Venetsiya deb nomlanadi va Dubayning hozirgi kunda eng ko'p e'tibor ko'rayotgan lokatsiyasida joylashgan. Xo'sh, nomi e'tiborimni tortdi. Venetsiya bu. Italiyadagi Venetsiya shahrimi bu? Xuddi shunday, Italiyadagi Venetsiya shahridan ilhomlanib amalga oshirilayotgan proyektimiz. Xo'sh, lokatsiyasi, ya'ni joylashuvi haqida ma'lumot bersangiz, qaysi jihatiga ko'ra lokatsiyada kelajakda o'sish potensiali yuqori? Qaysi jihatiga ko'ra investorlarni o'ziga jalb qilyapti? Xo'p, hozirgi kunda Dubayni asosiy biznes keltiradigan, pul keltiradigan korxonalarini, qismlarini Dubayni janubiga ko'chirish rejalashtirilgan. Shuning uchun Dubayni janubiga juda katta e'tibor berilyapti. U yerdagi proyektlarga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi navbatda Emar o'zini katta proyektini qurgan va uni yoniga bizani proyektimiz Azizi Venetsiyani qurilishi boshlangan. Bu Dubayning janubida dunyodagi eng katta aeroport joylashgan, Al Maktum xalqaro aeroporti. Eng katta aeroport. Dunyoda eng katta. Dunyodagi eng katta aeroport. Qaysi jihatiga ko'ra eng katta? Aniq raqamlarda ayta olasizmi? Raqamlari 2030-yilgacha tayyor bo'ladi. Dunyodagi eng ko'p inson qabul qilishi mumkin bo'lgan yil davomida va bu samolyotlarni uchish uchun maxsus yo'laklar bor, bilasiz, va o'sha yo'laklar eng ko'p bo'ladigan aeroport hisobida dunyodagi birinchi o'rinli aeroport bo'ladi. Juda ham ajoyib. Xo'sh, aynan shu aeroport, eng yirik aeroport joylashgan bo'lsa nima qildi degan savol tug'ilishi mumkin-da. Ya'ni bu loyihani kelajakda o'sishiga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Xo'p, umumiy ma'noda har bitta shaharni rivojlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu infrastruktura, ya'ni bog'lanish deb nomlanadi. Qayerda port joylashgan bo'lsa va qayerda aeroport joylashgan bo'lsa, o'sha hududlarda birinchi navbatda rivojlanish sodir bo'lishini biz ko'rganmiz, chunki bu hamma jihatdan oldi-sotdi ishlari va insonlarning kelib ketishi uchun juda ham qulaylik yaratadi. Yaxshi. Xo'sh, aynan o'sha lokatsiyada, aeroport yonida joylashgan deyapsiz. Demak, kelajakda aynan ushbu aeroportda bilamizki, juda ham ko'plab xodimlar ishlashi
kutilyapti. Aynan ushbu xodimlar albatta ijaraga turaman deydi, to'g'rimi? Yo yaqin atrofda. Ya'ni men nima demoqchiman? Bu yerda aynan ushbu loyiha nima jihatlari bilan bu yerda turmoqchi, yashamoqchi, ijaraga olmoqchi bo'lganlar uchun ham qiziqish uyg'otadi. Chunki bu yerga pul tikayotgan investor birinchi navbatda ijarachini talabini hisobga oladi. Shu jihatlariga ko'ra loyihaning qulayliklari va boshqa jihatlari haqida birma-bir ma'lumot bersangiz. Albatta, birinchi navbatda o'sha lokatsiyasi haqida gapirdik. Ikkinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat bizning proyektimiz ichida biz bir insonni yashashi uchun kerak bo'ladigan barcha qulayliklar mujassam. Masalan, maktablarimiz bor. Yoniga borib tanishsak bo'ladimi? Aynan shu maktab haqida ma'lumot bersangiz. Bu yerda xalqaro maktabimiz joylashadi. Aha. Bu yerda yashayotgan aholi o'zini farzandlarini uzoq joyga jo'natmasdan shaharning ichida maktab bilan ta'minlab qo'yganmiz biz. Xo'sh, bu aynan qanaqa turdagi maktab? Dubayda har xil maktablar haqida eshitganmiz. Bu xalqaro maktab bo'ladi va Britan uslubida o'qitish sistemasi amalga oshiriladi bu yerda. Demak britanskiy skulda bu demak. Yaxshi, ajoyib. Xo'sh, yana qanaqa jihatlar bor ushbu loyihada? Qanaqa obyektlar bor? Yana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, proyektning o'rtasida sariq binoyimiz bor. O'sha yerga borib tanishsak maylimi? Albatta. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar, juda ham katta loyiha. Ya'ni umumiy jamoat qulayliklari. Xo'sh, proyektning o'rtasida joylashgan bu sariq binoyimiz Cultural District deymiz. Ya'ni bu yerda san'at markazi. San'at markazimiz operani o'z ichiga oladi, kinoni, teatrni o'z ichiga oladi. Bunaqangi bino Dubayda hozirgacha bittagina va u shahar markazida. Bu binoyimiz shahar markazidagi Opera House'dan kattaroq bo'ladi va undan chiroyliroq bo'ladi, chunki bu dunyodagi eng mashhur arxitektor bo'lgan Zaha Hadidni arxitektor komandasi tomonidan shakllantirilgan. Demak, ushbu o'rtada joylashgan obyektda yirik tadbirlar, konsertlar, shunga o'xshagan, demak, madaniy hordiq oladigan, demak, tadbirlar bo'lib o'tadi, tushunishim bo'yicha. Shunaqami? Xuddi shunday. Yaxshi, ajoyib. Yana bir o'ziga xosligi, mana bu ikkita ko'rib turibsiz, villalarimiz bilan kvartiralarning o'rtasini ajratib turgan uzun binoni ko'rib turibsiz. Mana bu. Ko'rdim. Bu uzun binoyimiz atrofi ochiq, yopiq bo'lmagan va yerda tagidan konditsioner bilan havoni sovutib turadigan pavilyon. Ya'ni ochiq havoda odamlar salqinda sayr qilishi mumkin bo'ladi demoqchisiz. Xuddi shunday, bu yerda barcha oldi-sotdi ishlarini amalga oshirishi mumkin, barcha brendlar bu yerda mujassam bo'ladi. Tushunarli. Ya'ni Dubay, bilamizki, Dubay havosi, ob-havosi issiq, ayniqsa yozda issiq hisoblanadi va aynan ushbu qulaylik, siz ko'rib turgan ushbu qulaylik, demak, yozda ham salqin muhitda sayr qilish imkoniyatini beradi. Xo'sh, davom etamiz Abdurahmon aka. Yana bir o'ziga xosliklaridan bittasi bu proyektimizni Venetsiya uslubida qurilgani va har bitta uy suvni ustida joylashadi. Suvni ustida? Har bitta uyimiz suvni ustida joylashadi. Ya'ni har bitta uyni o'ziga xos plyaji bo'ladi. Bu suvda suzsak bo'ladi va bu suvda elektrlik jihozlardan foydalansak, elektr qayiqlardan, skuterlardan foydalansak bo'ladi. Demak, bu yerda doimiy suv aylanish, sirkulyatsiya yo'lga qo'yilgan va aynan suv aylanishi natijasida bu yerda ham suzish mumkin, ham qayiqlarda ham, demak, suzish mumkin. Foydalanish mumkin. Xuddi shunday. Yana qo'shimcha sifatida bu yerda alohida ikkita 5 yulduzli mehmonxona barpo etiladi. Bizning Aziziy qurilish kompaniyamiz tomonidan. Yana bu yerda kasalxonalarimiz mavjud. Ya'ni mana bularmi kasalxona? Kasalxonamiz xuddi shu. Buni yonida masjid ham bor ekan shekilli. Masjidimiz bor, kasalxonamiz bor, o'ziga xos Aziziy tarafidan, Aziziy qurilish shirkati tomonidan qurib bitkaziladi va bu tomonda Clubhouse, ya'ni ko'ngilochar binoyimiz ham mavjud. Uning ichida barcha shu ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan qulayliklar yaratilgan bo'ladi. Yaqindan ko'rsak bo'ladimi? Narigi tomonda shekilli. Albatta, mana bu o'rtada turgan. O'rtada? Mana bu o'rtadagi Clubhouse demoqchisiz, Xuddi o'sha Clubhouse hisoblanadi. Demak, bu ham to'liq suv bilan o'ralgan ekan. Bu ham to'liq suv bilan o'ralgan. Xo'sh, yaxshi. Endi mana bu qismi haqida ma'lumot bersangiz.
Bu qismda asosan villalar joylashgan, saroy Villalar, deymiz. xo'sh. Saroylar joylashgan. 109 ta saroy 2024-yil sotishga chiqarilgan edi. Hozirgi kunga kelib 10 ta saroyimiz mavjud. Qolgan 100 tadan oshig'i sotildi. 100 taga yaqini sotildi. Qaysi jihatiga ko'ra saroy deyapsiz bularni? Men hozir bularni ko'ryapman. Misol uchun, to'g'ri juda ham hashamatli ko'rinyapti. Lekin Dubaydagi hashamatli villalardan ham ko'ra qaysi jihatiga ko'ra ustunlik hisoblaysiz? Dubayda villalar bilan saroylarning farqi ularning razmerida hisoblanadi. Aha. Bular villaning razmeridan kattaroq bo'lganligi uchun bular saroy hisoblanadi va eng kichkina saroyimiz hozir 28,000 square foot deyapmiz. 28,000, ya'ni 2700 square metr, ya'ni kvadrat metrga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu yerda eng kichkina uy demak 2700 kvadrat metr. 2700 kvadrat metr. Adashmayapsizmi? Xuddi shunaqa. 2700, eng kattalari 3600 kvadrat metrgacha boradi. Demak juda ham katta razmer ekan. Xo'sh, bu yerda qanaqa qulayliklar bor? Ya'ni yashovchilar uchun, villada yashovchilar, saroyda deyapsiz. Endi saroyda yashovchilar uchun qanaqa qulayliklar bor bu yerda? Ya'ni shaxsiy qulayliklar va jamoat qulayliklari haqida gapirsangiz. Shaxsiy qulayliklar haqida gapiradigan bo'lsak, bir insonni xayoliga kelishi mumkin bo'lgan barcha qulayliklar bor. Ya'ni basseynimiz bor, o'zini plyaji bor, turk stilida qurilgan hammomlarimiz bor, umumiy zamonaviy stilda qurilgan hammomlarimiz bor, yotoqxonalarimiz bor, jakuzzisi bor. Buni hattoki parkovka taraflari ham, parkovka mashina qo'yadigan qavatlari ham xuddi qolgan qavatlarga o'xshatib eng sifatli mramorlar bilan jihozlanadi, mramorlar bilan qurib bitkaziladi va hamma saroylarimiz to'liq jihozlari bilan keladi. Tushunarli. Ya'ni bu yerda to'liq mebel, texnika hamma narsa beriladi. Hamma narsasi to'liq ta'minlanadi. Yaxshi, ajoyib, ajoyib. Juda ham gap yo'q. Demak, bularni yana qaysi jihatlari qoldi? Ya'ni ushbu umumiy community haqida va bu yerdagi har qanday ko'chmas obyektlar haqida yana qaysi jihatlar qoldi? O'shalar haqida gapirsangiz, keyin narxlar haqida to'xtalamiz. Albatta. Biz hozirgi kunda Dubay amirining tashabbusi bilan Dubayni yashillashtirish, ya'ni yashilliklarga ko'p e'tibor beriladi va bizning proyektimizni ham umumiy hisobda 35% yashil hudud hisoblanadi. 35% yashil hudud demoqchisiz. Ya'ni mana bularning hammasi demak aynan ushbu community uchun ajratilgan maxsus yashil hudud demoqchisiz. Xuddi shunday va bu yerda ochiq yashil parklar ham bo'ladi. Xiyobonlar, bu yerda farzandlari, bu yerda yashayotgan insonlarning farzandlari bemalol kun botganda, salqin tushganda bemalol sayr qilishlari mumkin. Xo'sh, yaxshi. Hozir mana bu saroylar haqida gapirdingiz. Demak, bularni narxi, eng arzonini narxi necha pul va eng qimmatlarining narxi necha pul? Eng arzon saroyimiz hozir 50 million dirhamdan boshlanyapti. Ya'ni dollarda qancha bo'ladi taxminan? Dollarda 14 million dollar atrofida adashmasam. 14-15 million dollar atrofida shunday. Demak, bu yerdagi eng arzon saroy 14 million dollar. Endi bu pulga menimcha arzon degan so'zni ishlatishimiz noto'g'ri aka. Ya'ni eng zo'r narx desak bo'ladi menimcha. Orasida eng zo'r narx shunaqa. Eng zo'r narxlar. Xo'sh, orasida eng yuqori baland narxdagi eng hashamatli, eng zo'rlari haqida gapirsangiz, narx nuqtai nazar. Eng katta razmerdagi va eng chiroyli stilda qurilgan saroylarimizning narxi 200 million dirham. Ya'ni mana bu ko'rib turganingizdek uchburchak shaklda qurilgan. Mana bu kichkina saroylarni ko'rsangiz, undan 3 barobar katta shaklda qurilgan va ularni o'zini maxsus o'ziga xos bo'lgan mana bu plyaj hududi ham qolgan saroylarnikiga qaraganda 3 marta katta bo'ladi. Gap yo'q. Demak, mana shu qurilayotgan o'rtadagi katta saroyning narxi 200 million dirham. 200 million dirham. Ya'ni bu degani 55 million dollar. Xuddi shunday. Gap yo'q, ajoyib. Xo'sh, hozir men mana bu obyektni ko'ryapman, mana bu binoni. Menimcha bu haqida gapirmadingiz. Bu binoyimiz umumiy
barcha qavatlari bilan faqat ofislarga alohida ajratilgan bino. Ya'ni bu yerdan uy olgan mijozlarimiz agar shahardan chiqmasdan shu yerda ofisga ega bo'lmoqchi bo'lsa, mana shu zdaniyadan ofislarni xarid qilishlari mumkin. Demak, o'zini alohida basseynlari ham bor ekan, a? Gap yo'q. Xo'sh, endi esa mana bu yoqdagi apartamentlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, bularning narxlari haqida, to'lov jadvallari haqida ma'lumot bersangiz, Abdurahmon aka. Xo'p, bu yerda bizda hozir studio, bir xonalik, ikki xonalik va uch xonalik kvartiralarimiz mavjud. Aha. Studio formatidagi kvartiralarimiz 760 ming dirhamdan boshlanyapti, ya'ni 200 ming dollar atrofida. 200 ming dollar atrofida. 200 ming dollar atrofida. Lekin bu loyihamiz uchun shunaqangi ajoyib chegirmalar e'lon qilganmiz. 15% umumiy narxdan 15% chegirma va bu yerda bilasiz, davlatga to'lashimiz kerak bo'lgan 4% lik to'lov bor. Ana o'sha to'lovni ham mijozimizning nomidan kompaniyani o'zi to'lab beradi. 4% ni mijoz to'lamaydi va uning ustiga 15% chegirma mavjud. Jami qo'shilib shunda 19% bo'lyaptimi? 19% mijozlarimizga taklif beryapmiz hozir. O'rtoqlar, men Dubayda bir necha yildan beri ko'chmas mulk bilan shug'ullanaman. Odatda mijozlar uy narxiga qo'shimcha 4% davlatga to'lov qilishadi. Bilasizlar, Dubayda ko'chmas mulk solig'i yo'q, mulk solig'i, daromad solig'i yo'q, yer solig'i yo'q. Aynan shu nuqtai nazardan Dubayda bir martalik to'lov bor, 4%. Lekin hozir sizga shunaqa imkoniyat berilyaptiki, hatto o'sha bir martalik davlat to'lovini ham quruvchi kompaniya o'z zimmasiga olyapti. Ya'ni bu degani, aytaylik, siz misol uchun 250 ming dollarlik xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 19%, salkam 20% chegirma bilan bu degani 200 ming dollarga aylanyapti degani harakat. Xuddi shunday. Ya'ni siz hozir mana shu yerning o'zida 50 ming dollar pul tejab qolyapsiz eng arzon uylardan. Endi agar siz kattaroq uy oladigan bo'lsangiz, bu chegirma 100 ming, 200 ming, hattoki 1 million dollar ham tejab qolishingiz mumkin agar siz kattaroq obyekt yoki bir nechta obyekt sotib oladigan bo'lsangiz. Xo'sh, ushbu taklif qancha vaqt amal qiladi va aynan ushbu taklifdan foydalanish uchun demak mijozlarda nimalar talab qilinadi? Xo'p, ushbu taklifimiz bugun uchun maxsus e'lon qilingan. Faqat bugun. Bugun uchun va bugundan keyin ertangi kunlar uchun bugungi taklif qilayotgan 15% chegirmamiz 5% ga tushadi. Va 4% davlatga to'lanadigan bojni to'lab berishi taklifimiz o'sha holicha qoladi. Lekin 15% lik chegirma 5% ga tushadi. Tushunarli. Demak, jiddiy mijozlar bugun harakat qilishlari kerak. Xuddi shu. Demak, bu videoni men srochno bugun qo'yishim kerak. Aynan shu nuqtai nazardan hech qanaqa montajsiz men hozir videoni iloji boricha mana bu yon atrofdagi mana holatni sizlarga ochib berish maqsadida to'g'ridan-to'g'ri bularga savollar berib ma'lumot olyapman. Xo'sh, mijozlar, demak, bugungi chegirmadan foydalanib qolishlari uchun bron qilish uchun eng minimal miqdorda qancha to'lov qilishlari kerak bo'ladi? Minimal miqdorimiz 3%. 3%. Lekin biz mijozlarimizga qulaylik yaratish uchun 1% bilan bron qilishimiz mumkin. Qolgan to'lovni 3 kun ichida bizga amalga oshirib berishsa yetarli. Xo'sh, qolgan to'lov deganda qanchani nazarda 3%. tutyapsiz? Misol uchun mijoz 3% ni to'ladi deylik. Shunday. Aytaylik, misol uchun 500 ming dollarlik uy uchun 3% 15 ming dollar bo'ladi, adashmasam. Xo'sh, to'g'ri aytdimmi? Shunday. Shunday, 15 ming dollar bo'lsa, misol uchun, xo'sh, qolgan, ya'ni boshlang'ich to'lov, ya'ni shartnoma chiqishi uchun necha foizini to'lash kerak bo'ladi yana? Qancha vaqt? Shartnoma chiqishi uchun biz atiga 10% to'lasak yetadi. Atiga 10%, ha? Demak, yana 7% to'laymizda shartnomani qo'lga kiritamiz. Shartnomani qo'lga kiritamiz. Xo'sh, ya'ni shu bilan bizlarga qanaqa hujjat beriladi? Ya'ni bizlarda ushbu ko'chmas mulkni egaligiga daxldor qanaqa hujjat beriladi? Birinchi navbatda davlat tomonidan birinchi hisob ro'yxatdan o'tkazish haqidagi hujjatimiz, uni bu yerda uqud deb qo'yamiz. O'sha uqud dokumentini 2 hafta ichida mijozlarimizga yetkazib beramiz. Ya'ni bizni til bilan ayting, uqudni tushunmaydi-da bizdagilar. Bizni tilimiz bilan kadastr 2 haftada chiqadi. Demak, hali endi qurilishi boshlanayotgan loyiha uchun kadastri oldindan chiqadi Dubayda. Kadastrimiz xuddi shunday. Bizda O'zbekistonda boshqacha-ku. Uy bitgandan keyin kadastr chiqadi. Dubayda qanaqasiga bu yerda oldindan chiqishi mumkin? Shuni tushuntirib yuboring.
Chunki bu yerda bizni mijozlarimizning asosiy qismi boshqa davlatlardan hech qachon Dubayga kelmagan mijozlarimiz juda ham ko'p. Ularni ishonchini 100% oqlash va himoya qilishlik uchun bu binolarimiz, bu kvartiralarimiz qurilish jarayonidaligidayoq ularga kadastrini chiqarib beramiz. Gap yo'q, qoyil. O'rtoqlar, o'ylaymanki, ushbu loyiha haqida, bugungi tadbir haqida, maxsus taklif haqida barcha ma'lumotlarni berdik. Agar bizni e'tiborimizdan chetda qolgan jihatlar bo'lsa, sizda savollar bo'lsa, hozirroq murojaat qiling. Ushbu video ostidagi link orqali Telegramda murojaat qiling va sizga batafsil ma'lumot beramiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va bunaqangi tarixiy imkoniyatdan foydalanib qolinglar.